Audio Jungle. Hammaga salom, sizlar bilan YouTubers. Bizning bugungi mehmonimiz Kim Jiya. Hammaga salom, sizlar bilan Jiya. Jiya, xush kelibsiz. Unda biz savollarni boshladik. Sizning eng yoqtirgan K-pop albomingiz? Mening eng yoqtirgan K-pop albomim, menimcha u Beymoncening Chum albomi. Va bizdagi ikkinchi savol, sizning fanlaringiz sizni nimalar bilan eslaydi? Fandomim menimcha meni siyohrang rangi va Esa bilan eslashadi. Va bizdagi uchinchi savol, siz qaysi youtuberlarni hate qilasiz, ya'ni ularga bo'lgan nafratingiz qanday? Men hech qaysi youtuberni hate qilmayman, chunki o'zim ham youtuberman va hate youtuberlarga qanday ta'sir qilishini bilaman. Bunda youtuberlar ko'payishini so'rab qolardik. Va bizdagi 4-savol, siz ARMYmisiz yoki The Blink? Men har ikkala fandomman, chunki menga BTS ham Blackpink ham yoqadi. Va bizdagi oxirgi, ya'ni so'nggi savol, siz qayerliksiz va qayerda tug'ilib o'sgansiz? Qayerlik ekanligim sir bo'lib qolaversin va kommentariyada meni qayerlik deb o'ylasangiz yozib qoldiring. Ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun va intervyu berganingiz uchun sizga katta rahmat Kim Jiya. Sizlar bilan YouTubers bo'ldi. Hammaga xayr. Audio Jungle.